1 qism. Turmush. Atiganda ko'zimni etishim bilan yana shu turmushning g'ami. Nima deyman bu turmushqa? Meni rostli charchitib qo'yib-atadi. Qanday qilay? Ko'nglar to'g'ri debdigan. Turmush deganni turg'izib qo'yib, mush berdi deb. Men rostli bek alsirab qoldim. Qiynonam atiganda ovozi besiqmay so'zlab-atadi. Ya Allah, ya Allah. O'g'limni o'ldim deb ish uqmaydigan meshjon bir noyimasini etadimmi nima? Deydi u, menga ta'na qilgan holda og'zi besiqmay. Yangdisi bor, ish qilingdisi misildab o'ltirgan. Nadimi uchrab qolgan bo'g'iydi. O'g'li uyga kelsa, u doim meni ish qilmadi deb chaqishtirib, behuda tayoq qo'yatdi. Bugunmi shu? Tang saharda turgan odam aliyotgacha ish qilib, qo'llarim yerilib ketdi. Oy, xenim, evi qazon qumishsilni chaqirib atdi. Qiyshig'i bosli bo'larmikin? Kirqatlar meni yusun deb silni saqlab qoldi. Kiralg'uni ishlatmay, qo'llarda yusla. Avu kirlarchu pokiz yo'yiladi. Misildab o'ltirmay, kirdiganni toza uvlab, jeni badek yuyimiz. Deb nuqs qilib, ishqi buyurishlari birdanmi o'ksib qolmadi. Men bundaq ahvolda yanilg'in qilmay, ma'qul appa deb sukut qilib itoatmanlik bilan uning gapini anglashga majbur edim. Chunki butun mahalladagilardan zo'rixon desa, qiynonamni cho'ngidan kichik tunimaydigan odam yo'q. Chunki u mayli yurish-turish, mayli zuvondarlikda bo'lsin, hammaning oldida turadigan. Qash ko'zlarini o'ynatib, hech kimga gap bermaydigan. Chiroy jihatdami xeyli qamlashgan ayol edi. Mavi o'choq bilan istatqo meni tozlimidi deydi. Qopsla o'rinlardan. Ajab misildab o'ltala. Evi istatqo o'choqning qiyshiq bir berib kesla. Oiladagi barcha ishlar allaqachon mening ko'ngil qiladigan vazifamga aylanib qolgan edi. Afsus. Hamma ishlarni joy-joyida qilib tursam-mu, yana gap anglayman. Qilishga buyuradigan ushaq ishlar har qancha tirishib tirmassam-mu, zodla tugmaydi. Har qancha qilibmi qiynonamga yaxshi bo'lolmaydim. Tugmas topitanla yig'ibla turadi. Yo'ldishimni opis tarafda turib elib, u nima desa ishinadi. Men bilan kori yo'q edi. Qiynonamning meni yo'ldishimga chaqishtirishi, texi uni ozdab menga aymay til ahonat qilishi. Tugmas ishlar hech oromimni qo'ymagan edi. Qiynonamning uy ishlarini qilib ziyoda herib ketgachga, kechacha hamma yerim og'rib, qandoq chog'da uxlab qolganimni bilmaydim. Hatto uningdan qo'rqqanimdan bo'yimda bor degan gapni og'zimdan chiqaramay, shundoq qiyilinib ketib borardim. Bir kuni hech qanday tomoq singmay yondirib chiqdim. Qiynonam yanada so'zlashga boshladi. So'g'oq yemekliklarni og'zi besmay yegachga shundoq bo'ladigan gap. Yezda turg'ashqa yishimni ko'may cho'ng bo'pti-kanda. Oy, xenim, azroq yaylajimi? Bo'lmasa ashundoq teshib chiqadi. Uning og'zi birli echilsa, kun bo'yi besiqmaydi. Qandoqmi qilaman? Bu uyda yegim kelgan narsani yuraklik yeyolmay bossam. Hatto heriqchilikda gelimdan tuzurak tomoq o'tmasa. Anamning uyiga boray desam, u yiroq yezida. Men untinsiz yosh to'katdim. Qizi yo'q analar shundoq bo'lamdi nima? Deydim ichimda. Qay qilish. Yondirishim to'xtamadi. Bir kuni qiynatam bu qizni doktorga olib boqayli deb qayta degandan keyin qiynonam aran ma'qullik bildirdi. Qiynatam yavash, kamsiz, kuyimchan odam edi. Shu sababdanmikin oilada uni qiynonam boshqaradi. Kishilar qiynatamni Ahmad yavash deb chaqiradi. Demisimi u o'ligrak ovoz bilan gapmi qilmaydi.
Shundoq qilib, o kuni qiynatam bechora qiynapamni zo'rlab yurib, meni doktorxonaga olib bordi. Doktor meni astoydil tekshirgandan keyin teni bakla ojizlab ketibdi. Ham bo'yda qog'ili 2 oydan eshibdi. Deyishi bilanla qiynanamning og'zi echilib, tillabli ketdi. "O, jo'y nimak? O'g'limni baldiroq qeritaydiganma? O'g'limning jo o'ynaydigan vaqti. Hozir bola boqadigan chaq emas. U o'ynaydi hozir." O puhadan chiqqandek tilib olgandan keyin meni tekshirib chiqib ketgan doktorni izlab chiqib ketdi. Aran o'zimni tuzlashtirib pastlikda o'rindiqda o'ltirib oldim. O hayal o'tmay doktorni boshlab kirdi. Doktor menga "Zulxuma, siz rost bolani oldirib yetamsiz?" deb savol nazari bilan qaradi. Qarmoqqa bu doktor bek mehribon kishidek ko'rinadi. Men shu qadar azob va qo'rliq his qildimki, doktorga javob berishning o'rniga esadab yig'lab ketdim. Yoshlarim yomg'ir kabi quyilib yig'lamoqdan boshqa nima chora? Balani oldirib yetish qarorini qiynanam g'azozuluq bilan chiqargan tursa. Men nima dey endi? Oldirib yetaman deyishga tilimmi? Rayim o'pamaydi. Chunki u mening qo'shlig'imda vujudga kelgan tunji hayotlik. Yurak param emasmi? O'z qo'lim bilan bir jonni mushundaqla. Dunyoga ko'z ochqizmay yo'lga silishni o'ylasam, bag'rim par bo'lib, butun vujudim qo'rqasga tushgan qildak to'lg'ilnotdi. Lekin qiynanam deganni qiladigan ayol edi. Men yo'q desam, mening ko'nglim bor. Amal qancha? Doktor javobimni kutib, menga qarab turadi. Qiynanam doktorning keyinda turib elib, menga ko'zni nashtadek tikkinicha, ma'qul demamsan degan nazarda sharatlab olib turibdi. Men yilqi doktorga yashib ko'zimni tikib turdim. Shundoq. Men balani elbetishga qo'shilaman. Dedi. Doktor qo'limga bir terapili qog'oz varaqchisini tutqizdi-da. "Sanglar, undaqda bu grafini to'ldiring." dedi. Men qog'ozga qo'l qo'yib bo'lib, esimni butunlay yo'qotib boshimdan ketib qoldim. Keyingi bo'lgan ishlarni bilmadim. Asli ish mundaq edi. Mening uyim yezdi bo'lib, balalik, o'smirlik davrim erkin toychoqdek qiyg'itib, shadxo'ram o'ynab o'tgan edi. Anam bo'lsa, etiz va uyning ishlarini zimmasiga olgan, chivar chaqqan, nihoyat kichik bil, xushxuy ayol edi. Uning biror qatimmo qapiga turilib qolganini ko'rib baxmagan edik. U biz uchun shuncha mehribon, kuyimchan, sabrlik ona bo'lib, biz uning asirishi orqasida parqiq parvoz qilayotgan qush edik. Dadam bo'lsa shaharda tijorat qiladi. Tijoratimo xeyli yaxshi edi. Biz dadamni necha kunda aran biror qatim ko'ralaydik. Shaharda dadamning do'stlari ko'p bo'lg'ashqa, har yili yoz faslida ular bizning uyga chiqib mehmon bo'lib kirib ketadi. Yezi manzarasi go'zal. Havosi sap bo'ladi deyishib, atiganda chiqsa, kechgacha mehmon bo'lib, manzarlik joylarni sayohat qilishib, ko'ngli yayrag'an holda qaytadi. Texi ba'zi kunlari maxsus sazandalarni ochiqib, bog'da naqshi aytib, mashrab o'ynab, xushal-xoram o'ltirib, qaytib ketishadi. Bu yilmi shundoq bo'ldi. Shahardan dadamning yaqinlari chiqib, kashlab ketmoqchi bo'lishdi. Qo'lim chaqqan bo'g'ashqa yugurib yordam qilib, amalba onamning qo'lini yengiltishga tirishmoqda edim. Onamning menga ichi og'rib, "Qizim, bo'ldi, o'zim yetishib ketaman. Sen aka-ukalaring bilan o'yna." Demisimi uning aldirash holiga qarab o'ynag'im kelmaydi.
bechora onam balalarni va etiz eriqning ishlarni deb bek jafo tortadi. Buni oz deb beqiyotgan qo'y kalalarmi bor tehi. Ularning muhimini onam qiladi. Onam tong saharda o'rnidan turibla ish qilsa, kechda vaqti yetib aram og'ini ko'ngil bo'lmaydi. Kunduzi put qo'lini suzib yetivog'idek bo'sh bekor vaqti yo'q edi. U turmushda bek jafo chekkanlikdan yuziga tushgan yillarning yaldamisi bo'lgan yo'l qo'riqlar havo ko'rinib turadi. Shundaqda mutoyim kishiga yanada jo'shqin, ko'tarangi, ruhli ko'rinadi. Chechanligi bo'lsa chiroyidan chiqib turadi. Ba'zida dadam shahardan chiqolmay qo'nib qoladi. Dadam uyga chiqqan kunlari onam nihoyat tuvan ovozda avaylab so'z harakat qiladi. Balalarim, ovozinglarni yuqori qilmanglar. Dadanglar herib ketdi. Aram elvasu. Deydi. Biz dadamning harg'in holatini ko'rib jim bo'ladi. Dadam har qatim shahardan chiqsa, quruq qo'l chiqmaydi. Biz yaxshi ko'radigan. Ham onam amroq narsalarni ko'targach chiqadi-da, o'zini karvatga tashlab yetib ketadi. Shu qadrdonlarimizning tini saq, umri uzun bo'lsin deydim ichimda. Onam deh 40 yoshga bormagan bo'lsa-mu, afsus chiroyi shu qadar yodongu bo'lib, qiyirib ketgandek ko'rinadi. Ko'zlari o'ltirishib, ilgirki bug'doy o'ng, guldek o'z chiroyidan asar muqammagan edi. Tang tushlarga qaraganda chiroyidan xeyli ketib qolgandek ko'rinadi. Onamning hamma jafolarini ko'rib turg'achqimi, uningga bakla ichim og'riydi. Maktabdan qaytib kelibla uningga yordam qilatdim. Onam bo'lsa, o'rganish qilgan qizim, yaxshi o'qib, cho'qim oliy maktabga berishing kerak, deb meni ish qilg'ili qo'ymaydi. Biroq onam shuncha jafo chekyapsa, yordamlashmay qandoqmi ko'nglim unusin. Onamning ozroq bo'lsin ko'nglini avundirish uchun, ana, mening ishlaydigan topshirig'im bek oz, deb bo'yniga esilib erkilab qo'yib, ertib ketdim-da, ishlarga yordam qilishni to'xtatib qo'ymaydim. Biz yezi qizlari kichigimizdan jafo mushaqqatlarni ko'rib cho'ng bo'g'ashqimi, har qancha ish qilsaqmi ancha voysab ketmaydi. Odatda onamga yordamlashib, nurg'un ishlarni qilib yetib, kechligi sham yiqib qo'yib, shamning g'uva yo'rig'ida bir vaqtlargacha o'rganish qilib, topshiriq ishlab andin uxlaydim. Onam bo'lsa, kechasi adiyalik nashliqqa tayyorlik qilib qo'yib, andin uxlaydi. Adiyanda nashliqni yugizib, maktabga yo'lga sep qo'yadi. Kech yetib, sahar o'rnidan turish uning doimlik odatiga aylanib ketgan edi. Men bu yil to'liqsiz o'tir maktabni bitirdigan bo'lg'achqa, dadam doim menga madad berib, "Mening qizim bak aqlliq", deb maqtab, rag'batlantirib turadi. Men dadamga bak amroq edim. "Dada, men yuqori numar olsam, mukofotlaysizmi?" deganimcha bo'yniga esilib erkilaydim. Dadammo kulib ketdi. "Bo'ladi qizim. Amsa, va'dimizni turayli", deb burnimni yenikini siqib erkiltib qo'yadi. Men shu yili yaxshi natija bilan to'liqsizni bitirdim. Dadam bilan onam, "Bizning qizimiz rostilla bak aqlliq", deb erkiltib suyib qo'ydi. Men uyda sal beshamrak bo'lsam-mu, lekin ota-onamning degan yeridan chiqatdim. Shunga uydagilar mening ra'yimga yo'l qo'yadi. Akam, ukam, singlimlar undaq emas edi. Ular dadamdan bak qo'rqatdi, qo'rinatdi. Shunga ular bir ish qilmoqchi bo'lsa, dadamga o'zlari bevosita deyanmay, menga tegizatdi. Unnisi erkilab turvasam, dadam kulib ketib, men degan ishlarni ularga qilib beradi. Dadamning shaharlik og'aynilari yana bizning uyga chiqdi. Ular rosa o'ynab yeb ichib qaytdi. Lekin ichidan birsi ayrilib qolib qoldi.
Qaraganda uning dadamga deydigan muhim gapi bordek qiladi. Shahardan chiqqan og'aynisi ayvon uyda dadam bilan uzoq paranglashdi. Keyin dadam do'stini uzitib qo'ydi-da, uyga qaytib kirib, jimib ketdi.